Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun go'jani organizmga foydali ta'siri haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Go'ja qatiqqa, ya'ni ayronga yorma, ya'ni pirlovka yoki makajo'xorini ma'lum bir turini qo'shib tayyorlanadi. Go'ja tarkibidagilar bilan tanishib chiqsak, birinchi, ayron ya'ni qatiq tarkibida organizm uchun foydali bo'lgan oqsillar, mikro va makro elementlar va boshqalar bor. Qatiq ya'ni ayron tarkibida biotin ya'ni vitamin N, para-aminobenzoik kislotasi ya'ni vitamin N1 bo'lib, organizm uchun foydali hisoblanadi. Qatiq ya'ni ayron tarkibini hamma yaxshi bilgani uchun bu to'g'risida ma'lumot bermadik. Xohlovchilar uchun kanalimizda suzma va qatiq to'g'risida fan yo'li bilan ma'lumot berilgan. Ikkinchi, ayron organizmga foydaligini sababi tarkibida bulg'or tayoqchasi nomli mikroorganizm bor. Uchinchi, sut mahsulotining tarkibidagi ba'zi oqsillar ta'sirida organizm uchun foydali bo'lgan mikroorganizmlar yaxshi rivojlanadi. To'rtinchi, sut ta'sirida organizmda gastrin moddasi ishlab chiqariladi. Gastrin ta'sirida o't suyuqligi ko'proq hosil bo'ladi. Endi pirlovka haqida. Pirlovkani tarkibini qisqacha qilib aytganda uglevodlar, ya'ni xalq tilida shakar, kletchatka, vitamin B gruppasi, magniy, fosfor, temir moddasi va boshqalar bor. Kaloriyasi 320-350 kilokaloriyaga teng. Birinchi, uglevod ya'ni xalq tilida shakar qorinni to'q tutadi. Ikkinchi, pirlovka tarkibidagi ovqat tolalari oshqozon ichakni harakatlantirib, ovqatni haydash qobiliyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Ovqat tolalari ichakdagi organizm uchun zararli bo'lgan har xil zaharlarni o'zi bilan olib chiqib ketib, ichakni tozalagani uchun go'ja tarkibidagi moddalar organizmga ko'proq so'riladi. Ovqat tolalari yana jigar o't qopidan o't suyuqligini 12 barmoqli ichakka ajralib chiqishiga foydali ta'sir qiladi. Uchinchi, magniy elementi ichak harakatiga foydali ta'sir qiladi. Jigar o't qopidan o't suyuqligini ajralib 12 barmoqli ichakka tushishiga foydali ta'sir qiladi. Uglevod, ovqat tolasi, magniy to'g'risida farmakologiya kitobida to'liq ma'lumot berilgan. To'rtinchi, pirlovka tarkibidagi ovqat tolasi va magniy oshqozon ichakni harakatlanishini yaxshilasa, o't qopidan o't suyuqligini yaxshi ajralib chiqarsa, demak, qatiqni ya'ni ayronni tarkibidagi foydali moddalarni organizmga ta'sir kuchi oshadi. Ayron ta'sirida hosil bo'lgan gastrin esa boshqa moddalar ta'sirida pirlovkani organizmga bo'lgan ta'sir kuchi oshadi. Demak, ayron va pirlovka tarkibidagi moddalar bir-birini ta'sir kuchini oshirib bergani uchun pirlovkali go'ja foydali hisoblanadi. Endi makajo'xorilik go'ja haqida ma'lumot beramiz. Makajo'xori dona tarkibida kraxmal, makajo'xori yog'i, glutaminat kislotasi, kaliy, fosfor, temir va boshqalar bor. Ayniqsa ovqat tolasi hisoblanmish sellyuloza ham bor. Birinchi, makajo'xori tarkibida kraxmal ko'p bo'lgani uchun odamni to'q tutishiga sabab makajo'xori kraxmalini kattaligi 20-30 mikron bo'lib, guruchdan keyingi o'rinda turadi va organizmga oson va ko'proq so'riladi. Shuning uchun insonni to'q tutadi. Ikkinchi, makajo'xori yog'i yurak qon tomiriga foydali ta'sir qilgani uchun yozning issiq vaqtida ham inson bemalol yuradi. Uchinchi, makajo'xori tarkibida kaliy moddasi ham yurak qon tomiriga foydali ta'sir qilishini hamma yaxshi bilgani uchun bu to'g'risida ma'lumot bermadik. To'rtinchi, ovqat tolasi organizmda hazm bo'lmaydi va ichakda bo'lgani uchun to'qlik hissini beradi.
Makajo'xori tarkibida ham ovqat tolasini bir turi hisoblanmish sellyuloza bo'lib, bu ham uzoq vaqt to'qlik hissini beradi. Shuning uchun makajo'xori go'jasi insonni to'q tutadi deb aytishadi. Ovqat tolasi haqida yuqorida ma'lumot berganimiz uchun yana takrorlamadik. Makajo'xori to'g'risida Xalmatov, Harlamov kitobida to'liq ma'lumot berilgan. Qatiq tarkibidagi gastrin moddasi ta'sirida makajo'xorining foydali xususiyati oshadi. Makajo'xorining tarkibidagi kletchatka ta'sirida ayronning foydali xususiyati oshadi. Demak, bir-birini ta'sir kuchini oshirib bergani uchun makajo'xori go'jasi foydali hisoblanadi. Kimlarga go'ja mumkin emas? Ba'zi insonlarda sut mahsulotini hazm qiladigan ferment kam bo'lsa, sut mahsulotini iste'mol qila olmaydi. Fermentning kamligi kasallik hisoblanmaydi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Go'ja tarkibidagi moddalarni organizmga ta'siri haqida Xalmatov, Harlamov meva, sabzavot va ziravor o'simliklarning shifobaxsh xususiyati 1995-yil 95-97 betlar. Окоп воздействия отечественного лекарственного растения и их применения. Darslik 1990-yil 317 bet. Yana farmakologiya va boshqa kitoblardan foydalandik.